Mana shu oqtog' bilan kasallangan bemorlarimiz juda ham ko'plab kuzatganmiz. Kim kun davomida kayfiyati, ya'ni normadan yuqori holatda, ya'ni yaxshi kayfiyatda kunini ko'proq vaqt o'tkazadigan bo'lsa, aynan shunaqa bemorlarimiz ko'proq natijaga erishadi. Kun davomida kayfiyati normadan past, ya'ni vahima, qo'rquv, tushkunlik, depressiyada, ishonchsizlik bilan o'tadigan bemorlarimizda ko'pincha kasallikni tuzalmaganligini yoki qaytalanganligini, kasalligini ko'payganligini juda ham ko'plab kuzatganmiz. Demak, bemorlarimizga konsultatsiyadan o'tgandan keyin, tekshiruvlardan o'tgandan keyin, ya'ni tavsiyalarni beramiz, ota-ona, yaqinlarini tinchlantiramiz va o'zimizning metodikamiz bo'yicha kompleks usulda davolaymiz. Shu bilan birgalikda hujayra darajasidagi davolash metodikamizni ham qo'shib, ko'plab bemorlarimizda ajoyib natijalarga erishib kelyapmiz.